o'rtoqlar, mana shu narsani skrinshot qilib olinglar. Da, bu o'sha spirulina. Ko'rsataman sizlarga hozir. Mana o'sha yashil narsa. Bundan dahshat maska tayyorlaymiz. Yuz yoshartiradigan, tortib, yuzni oqartiradigan, antioksidantni, ugrilarni ham даже davolaydi. Ajinlarni, yuzdagi so'lg'inlik, sarg'ayish, rangi xiraliklarni juda ham zo'r восстановление qilib beradigan narsa bo'ladi bu. Hozirdan olinglar, men o'zimni muxlislarim, o'zimni kuzatuvchilarim uchun bu narsani alohida mana storiesda aytib o'tyapman. Olib qo'yinglar, chunki bilaman, bu postga, reelsga chiqqandan keyin bu narsa уже tugaydi hamma joyda. Endi spirulinani imенно Now firmaniki bo'lishi shart emas. Spirulinani har xil firmalar chiqaradi. O'sha любой firmanikini olib qo'ysanglar bo'ldi, mana 500 mg bo'lishi kerak. Shu norma asosida biz maska tayyorlaymiz, xudo xolasa. Tez kunlarda chiqadi u maskamiz. Пока что shu narsani olib qo'yinglar. Mana sizlarga storiesda bu narsani ko'rsatib o'tyapman. Qidirib qolmasligingiz uchun, aptekalarda bu narsa keyin tugab qolmasligi uchun. Mana